Shavkat Nasibullayev xushtagini chalmoqda do'stlar va o'yin boshlandi. Oq libosda Dinamo chap tomonimizda qanotga o'tib ketganini ko'ryapmiz. Jamshidni hamma qo'riqlayapti. Jamshidgacha to'p yetib kelmadi, natijada xavf bartaraf etildi va mana bu Dinamoning qarshi hujumi bo'lishi mumkin. Hojimirzayev qochyapti. Hojimirzayevga ber pas. Hojimirzayev zarba yo'llaydi va darvozabon to'pni qaytaradi. Qiyin joydan turib hozir Anvar hisobni ochib qo'yishi mumkin edi. Xo'sh, ofsayd yo'q va Hojimirzayev to'pni o'yinga kiritib beradi. Yomon emas, sal qoldi, hammasi o'ylanma. Shu joyning o'zida to'pni olib qo'yish uchun harakat bo'lmoqda, lekin mana shu fazada hozir hisob ochilishi mumkin. Juda yaxshi imkoniyat. Xurshid G'iyosov Farg'onaliklar hujumni rivojlantirib yuborishdi. Marushichning ham oyog'i yetmadi shekilli, zarba bo'lgan ekan. Ushlab turibmiz. Vaqtini kutyapti chog'i. Mana oralarda mana ko'rdingiz, shu joylargacha ushlab turishgan edi va sal qoldi to'p kirib ketishiga. Marushich esa oxirgi zarbani yo'llay olmadi. Mana G'iyosovga to'pni qanday qoldirganini ko'r. Jamshidni o'ziga oshirib berganda ehtimol pastdan tushdi, lekin O'rmonjonov edi bu yerda. Birinchi bo'lib kim to'p ketib keladi? Yaxshi imkoniyat va darvozabon o'z joyini tark etdi, tushirib qo'ysa bo'lardi. Zo'r imkon va darvozabon joyida. Fenomenal harakat. Lekin yaxshi o'ynagan edi hozirgi vaziyatda Jumaboyev. Xurshidni to'xtatishdi va Aliboyev turgan to'pni tepib berdi. Ofsayd yo'q hech qanaqa va hozir hisob ochilishi mumkin agar to'p ketib bo'lmasa. Ofsayd bormidi yoki yo'qmi degan masala bor, hali ko'ramiz. Zarba darvozabon joyida. Tushirmoqchi bo'ldi chog'i. Sayfiyev Haris Haydariyevich bilan o'ynadi. Yo'llar qidirilyapti va hujumni Jumaboyev boshlab beradi. Jumaboyev darvozaga yo'llab qo'ya qoldi. Chap qanotdan Ibrohim Halil, Yo'ldoshev zo'r o'ylashdi, lekin zo'r o'ynashmadi. Ajoyib, hozir 2ga 1 chiqib ketishyapti. Ana u tomonda zarba yo'llaydi. Qanday harakat bu? Farruh hozir G'iyosov bilan o'ynadi. G'iyosovdan zo'r pas bo'ldi va Yovichmidi bu? Dinamo Samarqand bartaraf eta oldi. Ofsayd yo'q edi hech qanaqa va Stefan yana ajoyib daqiqalar. Endi Neftchidan hujum va zo'r uzatma bo'ldi. To'pni Xurshid G'iyosov yaxshi to'xtatib oldi va bu yoqqa Nemanov Sayfning qiyin vaziyatdan iloj topib chiqib ketdi. Ofsayd yo'q edi. Va G'iyosov to'pni o'ziga yaxshi to'g'rilab oldi va raqibini ham yaxshi aldab o'tdi. Bermayapti Yo'ldoshev. Va xato baribir. Mana bu joyda xo'sh qoyil. Mana bu urinish nima bo'larkin? Darvozabondan seyv bilan tugaydi. Yettita goli bor. Xo'sh.
Yaxshi epizod. Va shu joydan zarba yo'llasa bo'ladi. Xurshid G'iyosov. G'iyosov. Bersayfiyev keldi. G'iyosov. Ajoyib. Oxirida darvozabonning oyog'i tegdi shekilli Neymanovni. Neymanov oyog'iga tegdi nazdimda. Xurshid G'iyosov mana bu joyda bitta harakat bilan aldadi. Mana aytdimi? O'tdi to'p. Xo'sh, Qodirqulov kirib boryapti. Mana bu nuqtadan zarba darvozabon joyida, lekin Oybek O'rmonjonov Dinamo Samarqandda mana Qodirqulov o'ziga qaytaradi deb o'yladi O'rmonjonovni, lekin Oybek tepib qo'ya qoldi. To'p olindi. Zo'r hujum, Samarqandning hujumi va darvozabon o'z joyida tark etdi. Mana bu joyda nima bo'lyapti? Vaziyat hattoki yurish bo'ldi bu. Mana bu hujumga e'tibor bering, juda sifatli hujum bo'ldi. Oxirida Firdavs Abdurahmonov darvozabonning ustidan to'pni tushirib qo'ya olmadi. Yaqingina maydonga tushirilgan Jahongirbek bu joyda hatto To'xtasinov bugun 2 marta xatoga yo'l qo'ydi va oxiri xatosi qimmatga tushadimi? G'iyosov, voy. Himoyachilar bu yerda to'p nazoratini ham o'zlari tomonga og'dirib olishdi. Nimadir bo'ldi shekilli. VAR ko'rishi ham mumkindir balkim. Sariq kartochka ko'rsatildi. Nima qildim deyapti hozircha Po'latov. Shavkat Nasibullayevni o'rab olishgan. Mana bu joyda ko'ra raqibiga VARga borar ekan. Demak, qizilga tortishi mumkin. Mana bu sekinlashtirilgan kadrda. Endi faqat shu kadrni ko'ryapti. Yana boshqa joydan ushlangan bo'lsa, sal boshqacharoq xulosa beradi. Bo'ldi, davom etamiz. Yaxshi bo'ldi. Ya'ni barcha g'ulg'ulalarni yo'qqa chiqaradi bu epizod. Xato. Mana shu joyda zarba yo'llanadi va darvozabon qiyinchilik bilan to'pni qaytardi. Hujum bu joydan yana Firdavs Abdurahmonov. Xo'sh, ana Izzatullani o'zi hozirgina chiqib ketishi mumkin bo'lgan futbolchi. Ammo bitta hujumga aynan farg'onaliklarda imkoniyat bor. Alisher Odilov, Alisher. Xo'sh. Peritsa ham ochilyapti. Mana bu tomonda Alisher nima qildi? Hakam hozir hushtaginchalik yuborishi mumkin. Qo'shib berilgan 4-daqiqa o'tib bo'ldi va uzatma va bo'ldi. Hushtak chalindi. 0-0. Neftchi ochko yo'qotyapti. Dinamo ham ochko yo'qotyapti. Bunday qarasak oxirgi daqiqalarni. Bundan esa nisbatan Andijonda ochko yo'qotgan Paxtakor manfaatdor bo'lyapti.